Temir yo'lda baxtsiz hodisa yuz bersa, jamiyat darhol ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi mashinistni tezlikni oshirganlikda yoki tormozni o'z vaqtida bosmaganlikda ayblasa, ikkinchisi fuqaroning e'tiborsizligini ro'kach qiladi. Xo'sh, qonunchilik va texnika qonuniyatlari bo'yicha aslida kim aybdor? Bugun biz temir yo'l tizimidagi tahlillar va faktlar bilan haqiqatni ochib beramiz. Maqsadimiz kimnidir oqlash yoki qoralash emas. Maqsadimiz bu videodan keyin kamida bitta insonning hayotini saqlab qolish. Keling, masalaga professional ko'z bilan qaraymiz. Poyezd avtomobil emas. Vazni bir necha ming tonnaga yetadigan yuk tarkibi soatiga bor yo'g'i 60-80 km tezlikda harakatlanayotgan bo'lsa ham, uning inersiya kuchi ulkan bo'ladi. Mashinist favqulodda tormoz bergan taqdirda ham po'lat g'ildiraklarning relsga ishqalanish kuchi bu og'irlikni darhol to'xtata olmaydi. Poyezd to'liq to'xtashi uchun 800 metrdan 1200 metrgacha masofa kerak. Bu degani, mashinist sizni ko'rgan lahzada tormozni bossa ham, poyezd siz turgan nuqtadan 1 kilometr o'tib borib, keyin to'xtaydi. Bu yerda mashinist jismonan ojiz, chunki fizika qonunlarini o'zgartirib bo'lmaydi. Ko'pchilik poyezd relsdan chiqib ketmaydi-ku, chetida tursam ham menga hech narsa qilmaydi deb o'ylaydi. Bu juda katta va halokatli xato. Harakatlanayotgan poyezd atrofida kuchli aerodinamik havo oqimi, ya'ni girdob hosil bo'ladi. Agar siz poyezdga juda yaqin masofada turgan bo'lsangiz, bosim farqi sizni harakatlanayotgan tarkib ostiga tortib ketadi. Shuning uchun temir yo'l yoqasida shunchaki turish ham hayot bilan o'ynash demakdir. Avtomobil haydovchilariga tegishli eng og'riqli nuqta bu temir yo'l kesishmalari. Bejizga avtomaktablarda bu hudud eng yuqori xavfli hudud deb o'rgatilmaydi. Inson ko'zi yaqinlashib kelayotgan ulkan poyezdning tezligini vizual jihatdan har doim noto'g'ri baholaydi. U sizga uzoq va sekin kelayotgandek tuyuladi, lekin amalda soniyalar ichida kesishmaga yetib keladi. Qizil chiroq yondimi yoki shlagbaum yopilyaptimi? To'liq to'xtang. O'tib ketishga ulguraman degan xom xayol har yili o'nlab haydovchilar va yo'lovchilarning umriga nuqta qo'ymoqda. Temir yo'lda poyezd har doim mutlaq ustunlikka ega va u xatolarni kechirmaydi. Eng dahshatlisi hozirgi yoshlarimizdagi smartfon va quloqchin dardi. Tashqi tovushlarni butunlay to'sib qo'yuvchi zamonaviy quloqchinlar sababli insonlar poyezdlarning vahimali signalini ham butunlay eshitmay qolishmoqda. Yana bir xavf vagonlar ustiga selfie tushish yoki shunchaki qiziqish uchun chiqish. Unutmang, vagon ustidagi kontakt simlarida 27500 volt elektr toki mavjud. Bu odatiy xonadondagi tokdan 125 baravar kuchli va sizga tok urishi uchun simga tegishingiz shart emas. 2 metr yaqinlashganingizda havo oqimi orqali elektr yoyi hosil bo'lib, odamni 1 soniyada kul qiladi. Xulosa aniq. Temir yo'lda qoidalar, fojialar va xatolar evaziga yozilgan. Insonlar hayotini asrash uchun yaratilgan. Kesishmada yoki piyodalar o'tish joyida 2 daqiqa kutish hayotingizni saqlaydi. 2 soniya tavakkal esa uni butunlay tugatadi. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang, ogoh bo'ling.